Assalomu alaykum. Navbatdagi yana ehsonimiz Qur'on kitobi. Bismillah. 1 2 3 Burada Qur'on kitobi. Pechat bering, Ibrohim. Qo'ying bu. Inşallah. Bismillah. Ruqliyev Ubaydullo otamizning nomlaridan shu Qur'onni hadya qilgani keldik. Inshaalloh har bitta o'qigan odamlar savoblaridan yetib borsin. Ikkinchi Qur'onimiz. Bismillah. Ikkinchi Qur'onimiz Sidiqxo'jayev Ismoil Xo'ja otamizning nomlaridan shu kitoblar hadya qildik. Inshaalloh har bitta o'qigan odamning Qur'on tilovatidan, Qur'onidan savoblari yetib borsin. Uchinchi Qur'onimiz Ahmed Sayfullo otamizning nomlaridan shu hadya qilindi. Makka shahrida Haram hududiga. To'rtinchi Qur'onimiz Yo'ldoshev Haytoy otamizning nomlaridan shu kitobni hadya etdik Makka shahriga. Bular inshaalloh hadyalarimizni to'xtatdik. Keyingi safar yana kelganimizda Makka shahriga yana hadyalarimizni e'lon qilamiz. Inshaalloh sizlar ham qo'shilasizlar degan umiddamiz. Har bitta Qur'on kitobimizdan foydalangan insonga shu hadya etilgan odam nomidan savoblari yetib borsin. Ilohim